Haliyam kotletni oddiy qovurib yeyapsizmi? Sizga zo'r uslubini o'rgataman. Shunaqa ham sochniy bo'ladi. Xuddi o'sha masalliqlardan yana ham mazali bo'ladigan yegulikni hozir birgalashib tayyorlaymiz. Qora nonimizni sutga bo'ktirib qo'yamiz va qiymaga piyoz, chesnokni maydalab, priprava, tuzlarni solamiz va barcha masalliqlarni yaxshilab aralashtirib olamiz. To'rtta tuxumimizni bitta idishga chaqib, ustidan sutimizni solamiz va bunga ham tuz, pripravalarni qo'shib, ko'k piyozni to'g'rab, hammasini bitta qilib aralashtiramiz. Massamiz tayyor bo'ldi. Uyimizda bor piyolalarni olib, ichiga saryog'ini surtib olamiz. Shunaqa qilib qiymamizni xuddi shunaqa qilib tekislab chiqamiz. Qirg'ichdan chiqarilgan sirlarimizni orasiga qo'yamiz va yana ham sochniy bo'lishi uchun pomidorlarni ham bir paredan qo'yib chiqdim. Boyagi tuxumli massamizni ustidan to'latib chiqamiz. 180 gradusda 30-40 daqiqada massamiz pishib chiqadi. Xohishga ko'ra oldiga garnir tayyorlasanglar bo'ladi. Oldiga xuddi shunaqa qilib guruch tayyorladim. Vermishelni qovurib, ustidan guruchimizni ham qovurib, suv solib, dimlab qo'ydim. Qarabsizlarki, ungacha ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Shunaqa ham mazali sochniy bo'ladi. Like bosib, yaqiningizga yuborib qo'ying.